Setora mana ko'ryapsizmi? Nimaga ko'rmay qoldingiz? Mardombek ming bor uzr qancha bor gap. Hech ko'rmay qolganman. Bilmayman, ko'pida pulda, mana oldi, qochdi. Ashitda eshitdimda Mana. Yomon tez yugurar ekan, lekin yetolmadim. Borib, hurmatli do'stlar, uyushtirilgan kadrlar, lekin shunaqangi vaziyatlarda sizlarning mahsulotlarini o'g'ri kimligini bilish maqsadida albatta Hikvision kameralaridan foydalanishlarini tavsiya qilamiz. Bu kameralar narxi $25 dan boshlanadi. Kechasi ham, kunduzi ham bir xil rangli olarkan. Bundan tashqari spichkalari bor va ovoz orqali u yerdagi odam bilan gaplashishingiz ham mumkin. Do'kon, uy, ofislaringizga xohlagan joylaringizga o'rnatishingiz mumkin ekan. Borib o'rnatib berish xizmatlari ham mavjud. Xonadoningiz uchun manaqangi chiroyli zamonaviy domofonlari ham bor ekan. Bu yerdagi kameralar $25 dan boshlanib, Wi-Fi sim karta orqali ham ishlaydi. 360 gradusga aylanib, ovoz yozib, gaplashish xususiyatiga ham ega. Farg'ona tezkor obunachilarimizga nima skidkalar qilib berasiz? Farg'ona tezkor nomidan kelgan mijozlarimiz uchun xaridiga qarab bonus va chegirmalarimiz bor. Do'stlar, Farg'ona tezkor nomidan kelin deyish esdan chiqmasin. Manzil Farg'ona shahar eski vokzaldan Polsha bozoriga ketaverishda, Polsha bozoriga yetmasdan o'ng qo'lda Hikvision do'koni. Bundan tashqari Qo'qon va Marg'ilonda ham filiallari bor ekan. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning. Bu videoni kamera olmoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.